O'qiganlar aytib yuboringlar ushbu kitob haqida ma'lumot qanaqaligini, koshki edi shu sal ajrimlar kamaysa. Qadimda bir kishi kuyov nakariga ot aravada ketayotgan ekanda, endi u paytlar mashina bo'lmagan. Xullas kelinni olib uyiga qaytayotsa, yo'lda ot bir kishnabdi-da. Odam pastga tushibdi-da, otning oldiga qarab bir debdi. Yana yo'lini davom etibdi. Ozgina vaqtdan keyin yana ot haligindaqa kishnagan ekan, tushibdi-da, 2 debdi. Kelin hayron endi, nimaga bular bunday qilyapti? Xullas uyiga yetib borgan ekan, yana bir yomon kishnabdi ot. Odam shunda 2 otar miltig'ini olibdi-da, kelinni oldida otni otib tashlabdi. Va bular hayot kechirishni boshlabdi. Oradan 3-4 kun o'tgandan keyin haligi qanaqandir birinchi janjal kelib chiqibdi, kelishmovchilik. U kuyov shuna kelinga qarabdi-da, bir debdi. Shu bilan bular 70 necha yildir umr ko'ribdi, umuman urush janjal bo'lmagan ekan, baxtli zo'r oila. Hozir bir minut to'xtab turinglar, dadam qilyapti-da. Dada, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aha. Xo'p. Bo'ldi. Xo'p. Huzurda xafa bo'lmaysizlar. Nima deyatdim? Dadam telefon qilsa olaman-da, sizlarga maslahatim olinglar. Televideniyadamisizlar, radiodamisizlar, osmondamisizlar, imkon bormi? Chunki oxirgi qo'ng'iroq bo'lib qolishi mumkin. Xullas, boyagi aytayotgan narsam, bular baxtli yashagan ekanda, endi shunda o'rinda yana bitta narsani aytmoqchiman. Bu narsani ham tushungan ayollar bor, tushunmagan ayollar bor-da. Haligi bir desang senga qarab bir narsani otib yuborishi mumkin. O'shaning uchun qiz o'stirayotgan aka-ukalar yaxshilab tarbiyalash kerak qizni. Bo'ldi, xo'p bo'ladi degan so'z bo'lsa, shu bilan urush ham bo'lmaydi, janjal bo'lmaydi, ajrimlarning ham soni keskin kamayib ketadi. Yana shu turmush qurayotgan ukalarimiz va turmushga chiqayotgan singillarimizga bitta mana shu kitobni tavsiya qilaman. Baxtiyor oila degan Shayx Muhammad Sodiq hazratlari yozgan kitob. Mana shu kitobni 2 martadan o'qib chiqsalaring, umuman uyda janjal bo'lmaydi. O'qib ko'ringlar. O'qiganlar aytib yuboringlar ushbu kitob haqida ma'lumot qanaqaligini, koshki edi shu sal ajrimlar kamaysa.